Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Qirg'izistondamiz, O'sh viloyatida. Xo'p, bu yerda Nurmuhammad og'ani issiqxonalarida, 50 sotib qurgan issiqxonalarida biz xabaringiz bo'lsa, o'tgan yili mana kurslar o'tkazgan edik. Tojikistonda, Toshkentda, Farg'ona viloyatida va bu kurslarimiz davomida ko'p joylarda mana Qirg'izistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan ko'plab shu shogirdlar kelib mana shu kurslarimizda ishtirok etishgan va bu kurslarning natijasida Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonlik mana shu akalarni, ukalarni, birodarlarni birlashtirib hozirgi kunda aka-uka, og'a-ini bo'lib bir-birligi bilan o'sha diskussiya deydi-ku, qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha konsultatsiyalar qilishib olib borishyapti va biz bu shogirdlarni birontaligini tashlab qo'yganimiz yo'q. Toshkentlik bolalarni, Tojikistonlik va Qirg'izistonlik yigitlarimizni ham birontaligini shunday o'z holiga tashlab qo'yganimiz yo'q. Undan keyin alohida o'zligi bilan birga ishlab, gaplashib, mehmondorchilikda bo'lib, borib, ko'rib, ish jarayonlarini, konsultatsiyalarni berishda davom etdik. Shunaqa akalarimizdan mana bittalari ham shogirdimiz, ham akamiz, birodarimiz Nurmuhammad og'a. Nurmuhammad og'a bu yerda 50 sotuv issiqxonalari bor. O'tgan yil ham yanvar oyida kelgan edik, biz ko'rsatgan edik, pomidor ekkan edilar. Ekish jarayonlariga tayyorgarlik edi. Hozir bu yil mana qishda ham bodring, ham pomidor o'zlari payvand ko'chatlar qilib, bodringlarni ekib, shu yerda daromad olyaptilar inshaalloh. Nurmuhammad og'a, Assalomu alaykum. bu issiqxonada mana bodring, pomidor ekyapsiz. Qanaqa rezultatlar? Yaxshimi, o'rtachami, yomonmi? Ochig'ini aytavering. Qanday, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti? Ximiya, biologiya masalalari, kursda o'rgangan narsalaringizni qisqacha aytavering. Qanday bo'lyapti? Shu pomidor bodring ekkanda birinchi shu kichkina oshibka qilib oldik. O'zingiz bilasiz, go'ng to'g'ri emas, sveji go'ng solib oldik, shu kichkina muammo bo'ldi. Ondan keyin Xudoga shukr, yaxshi o'ng'alib ketdi. Bu yerda sizni tuprog'ingizda asosiy muammo nima bu yerda? Bunda gumus yetishmas bor edi, nematoda bor edi. Nematoda, hamma yoq nematoda bu jarayon. Pomidorda qiynaganda. Bu yil Xudoga shukr, bodring ekdik, birdan ko'ringan yo'qda, shu qoldi. Bu biologik programma bularda ham bor, o'sha ildizdan himoya, bargidan himoya. No, baribir bu yerda Qirg'iziston bo'lgani uchun ozgina o'sha konsultatsiya davomida integrированный защита qilamiz. Ximiya ham ishlatamiz, ishlatmaymiz emas. Kam 1-2 ishladik o'g'lim. Buni bozorda tekshirib ko'rishdi. Ko'rib, bular o'zlari ham tan qoldi. Bu qayoqdan qanday bo'ladi? Kerak joylarda solib tekshirish ko'rdi-dan, действительно toza chiqdi. Qirg'iziston bozori O'zbekiston bozoridan ozgina nisbatan farq qiladi. Narx-navolar bo'yicha aytamiz. Hozirgi kunda mana may oyining oxiridagi O'zbekistondagi bodringning narx-navolarini bilasizlar, ko'pchilik buzlashyapti, ko'tarmayapti, terimga ham qisqasi себестоимость ham oqlamayapti. Bodring mana kunda kunora 400 kilo, 500 kilo terib turibsiz hozir. 405 kilo, 600 kilo. Narx-navo qanaqa bo'lyapti aka? Dollar asosak 35-40 sent shunday atrofida bo'ldi. 35-40 sent bizni pulga o'tdim berishi. Где-то 5000-6000 so'm bu yerdan chiqyapti. Issiqxonadan chiqib to bozorga borguncha bir 10000 bo'lsa kerak. Shunaqa narxda bo'ladi. Pomidor narxlaricha? Pomidor 120 $1 20 sentning atrofida bo'ladi. $1 20 sent, где-то 15000, 16000 atrofida. Bu tushib qolgani bu, hozir. Tushdi-da, tushdi. Bu o'cha ham balandroq. Hozir bodringni kunda kunora shunaqa 400 kilo, 500 kilo har kuni teryapman deyaptilar. Pomidorni 3 kunda, 4 kunda bir, u ham 400 kilo, 500 kilo, 400 kilo. Shunaqa terilyapti. Alloh barakasini. Alloh barakasini bersin. Bu akamlar bilan ham ko'p ishladik. Tojikistonlik birodarlarga o'xshab. Alloh rozi bo'lsin. Mehmonga chaqirdilar bizlarni, mehmonga keldik. Butun hamma birodarlarimiz bilan, Marg'ilonlik birodarlar bilan mehmonga kelib, toqqa olib chiqib ketyaptilar hozir. Bizi xursandchiligimiz shundaki, shu o'zbek, tojik, mana qirg'iz birodarlar, qozoq birodarlar avval bir-birlarini tanishmas edi. Mana shu kurslarimiz orqali bir-birligi bilan tanishib, birodar bo'lib, ulfat bo'lib
aloqalarni yo'lga qo'yib zo'r ishlar bo'lyapti-da aka. Shundan tanishdik, xursandmiz shu tanishganimizdan. Zo'r ishlar bo'lyapti. Shuncha odam bilan tanishdik. Alloh barakalarini bersin. Bu noodatiyroq endi bir joy mavzu qilmadik sizlarga. Shunaqa xursandchiliklarimizni ham ko'rsatib turishimiz kerak deb o'yladik. Alloh rozi bo'lsin, dehqonchiligingizga, ishingizga rivoj bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.